Strong Art House kompaniyasi uydan 2 metr masofada 10 metr chuqurlik kavlagan. Strong Art House kompaniyasidan mana shu chuqurni beton bilan mustahkamlashini prokuraturaga, Qurilish vazirligi, GASIN, MCS tashkilotlariga xat chiqarilgan bo'lib, bu xatlarning barchasida bu chuqurni bartaraf qilib, xavfni bartaraf qilish to'g'risida ko'rsatmalar berilgan. Lekin Art House Strong Building kompaniyasi hech qanday harakat qilmasdan, sun'iy ravishda uyimni xavf ostida qoldirib, sun'iy avariya tashkil qilish niyatida biron bir joyalish qilmagan. Art House kompaniyasidan barcha tashkilotlardan, MCS, prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Qurilish vazirligi inspektorlaridan, ekologiyadan bu kompaniyaning faoliyatini nazoratinglarga olishinglarni so'raymiz. Ayniqsa mana bu joyga qattiq beton qoplamasi bilan beton quyib, mana bu tomonga o'xshatib qotirib mustahkamlash ishlari qilishini Art House kompaniyasidan so'ragan bo'lar edi.